Muzaffarjon qanday bo'lyapti? Qanday? Ishonsangiz barku 7-asrda yurib, to'g'ri qilib jinnicha kelaverasiz. Muzaffar aka, xush kelib qoldingiz emas. Rahmat. Qizlarning ajali deydi-ku, qizlarning ajali. Muzaffar akajon, bu qayerda desangiz, Moskvada. Menga kelib qoldi. Nasib konsertlarga ham qo'yadi inshaalloh. Ha, konsertlar bor, konsertlar bomba konsertlar qo'yganmiz. Shu charchagan mana shu to'y bil shuncha sezon ko'p bo'ldi. Shu charchab borku, uyquda halovat yo'q, qarach borku, ya mama yetishmaymi? Cho'ta hayot deydi. Jamoaga bir tushunga jamoaga sen. Yo'q, shunda qilsak deyman. Shunday qiling, jamoaga tushun bor. Shu hayot nitoda qarach, anam bola-da, qarach borku, nimadirlar yetishmaydi borku. Hakkirat mana qarang, jamoa Muzaffar aka, xush kelib qoldingiz emas. Rahmat. Joningiz omon bo'lsin. Sever. Qizlarning ajali deydi-ku, qizlarning ajali. Muzaffar akajon, bu qayerda desangiz, Moskvada. Menga kelib qoldi. Nasib konsertlarga ham qo'yadi inshaalloh. Ha, konsertlar bor, konsertlar bomba konsertlar qo'yganmiz. Shu charchagan mana shu to'y bil shuncha sezon ko'p bo'ldi. Shu charchab borku, uyquda halovat yo'q, qarach borku, ya mama yetishmaymi? Cho'ta hayot deydi. Jamoaga bir tushunga jamoaga sen. Yo'q, shunda qilsak deyman. Shunday qiling, jamoaga tushun bor. Shu hayot nitoda qarach, anam bola-da, qarach borku, nimadirlar yetishmaydi borku. Hakkirat mana qarang, jamoaning oldida kelib qolib, sajayning jamoasining oldida shu shifo deb qo'yib yo'qishdilar. Ha, bilaman, tavla ketargan. Men sizni olib borayin, jamoaga bir ko'raylik, jamoani. Ha. Mashim reklama qilib jatani faqat Bana aytaman, haligida ne bor ekan, shulik bor-ku, shulik. Ha. Ha, bo'yindan silar so'radi-ku. Kakrat hozir ko'ramiz-da. Shuliklari ham bor ekan, har joyga qo'yar ekan. Kasallarni davolaymiz deydi. Assalomu alaykum. Muzaffarбек suyunib. Qanday siz Rahmat aka, nima demoqchiman? Mana kesalaringiz Hajaynaning ishi ekan. Hajayna bu nomerlar o'zingizdanmi? Bu zubnoy bor, ginekolog, keyin urolog, stomatolog, hijami o'zim. Ha, o'ylayapman. Ha. Nima deyman? Shulik-puliklar ko'rdik biz bugun kelatbek charchab, yenim uyquda halovat yo'q. Короче, mama yetmayapti. Cho'ta hayot nito, anam bola bo'ladi-da. Men bu yoqqa aytdim, juring dedim, Hajayna kaka reklama qilib jatadi dedim. Hijamaga bir tushun dedim. Hijam va shu hijama qilamiz, inshaalloh xohlasa. Shu nima desam bo'ladi? Enadan tug'ilganday bo'lib 18 yashar bo'zbola bo'lib ketasiz. Ha, men bir narsani ko'rdim-da, Tojikistonda edim. Odamlarga shulik qo'yibdilar ekanda, men barqib jetni o'ylab tushunmay turgan narsada, shulik nima yordam beradi? Shulik birinchi hijama qilganimizdan keyin holatlarga qaraymiz-da, shunga qarab shulik qo'yamiz-da. Birinchi hijama qilamiz, keyin holatga qaraymiz. Agar osteoxondroz, keyin prostata, grija shularni qo'yiladi. Inshaalloh. Bo'lmasam bu yoqqa tushunib ko'ray. Juring qil. Yangi kelgan bu yoqqa Tojikistondan Moskvaga kishilar bo'lsa, ginekolog ham bor, urolog, varikosil deydi, haligi besplodie shularni hammasini ichida qiladi. Bu suyaklarga rasmni qo'yib qo'yasiz. Hammasini suyagi qattiqsin, suyagini qarib olamiz. Yo'q. Keladi choy, hamma narsa joyida. Endi hozir o'rasanmi, o'rasan. Choy, suv, inshaalloh sharoit 100% va inshaalloh nasib qilsa hijamani qilamiz. Keyin aksiya ketyapti hozir. Bugun o'razaning oxirgi kuni. Inshaalloh Xudo xolasa nima qilamiz? Agar 2 oyning ichida 500 odam kelsa, har bir kishining nomi, familiyasi va telefon nomerini yozib olamiz. Fitaboshga hijama qilgan odamlarning, kompleks odamlarning 500 odamning ichidan birtasini Haj Umraga jo'natamiz. Keyin bir ikkita bunday masajyor nimamiz bor, podarkamiz bor. 3 ta podarka bo'ladi 500 odamga mana. Bu jamon ekan-a? Ha, mana shunday masajyor podarka qilamiz. Inshaalloh juma kun kelsa otaxonlarimiz bor, 60 dan baland otaxonlarimiz bor. Shu kishilardan bitta ikkitasi besplat hijama qilib qo'yamiz. Juma kuni to'xta. Qo'ylaringiz. Jumadan keyin. Yana nima deysizlarda? Ha. Bu har bir insonga emas. Bir xil insonlar bor, o'z ota-enasini haj umraga jetamaydi. Bu Hajaynaga bilsam, pul, gap yo'q. Aql-ku, bilmayman, jetni o'ylab tushmay kirmayapti-da. Bir uxlab turib Rossiyaga kelib qolman.
odamlarga shuluk qo'yib deleganda, javshib delegan hamma yerga. İnşallah shuluk qo'yamiz, hijama ham. Men lekin shu shulukka vale chiqmaydi. Endi haligi 500 odamning ichidan shu hijama qilganlar borish kerak bo'ladimi? Shuning ichidan tanlaysiz-ku. Xabarsizda. Shu yerda bular chaqiramiz. O'zlaringiz bo'lsangizlar shu yerda. Chaqiramiz, bir taxta shunday olamiz. Hijama kelgan kompleksni birinchisi umraga ketadigan, ikkitasiga mana shunday qadarga. Bo'ldi. Har nimada shu bir 500 ta odamning ot familiyasi bo'ladi degan shuni yozib, shuning ichidan bittani olib chiqaradigan kimning nasibasiga to'g'ri kelsa, shu odamni inshaalloh hajini jo'nataman deydi. Umraga savob bo'lsin. Ham nima hijama qilib sunnat amallarni qilgan bo'ladi. Ham inshaalloh umraga jo'natib bizning haqimizga duo qilib qo'ysa bo'ldi. Undan keyin yana kelaversa, xalq bilan birga ishlaymiz. Kamzod ayollarga yordam beramiz inshaalloh. Birontasiga uy qurib bera olamiz demaymiz. Birontasini bolasini o'qishga qo'yishimiz mumkin. Ya tovuqxona qurib berib, yo inkubator olib berishimiz mumkin. Shu narsalarni qilamiz inshaalloh xalqimiz uchun. Unday bo'lsa, bu yoqqa tushirsak, ular ketib qolsa-chi? Qayerga ketib bo'ladi? Tojikiston ketib qolsa, shuni pulni beramiz. Janoringiz omon bo'lsin, ko'zlaringiz. Men galli sulum mayda-chuyda ishga qo'shilmayman, bilasizlar. Men behuda bilmagan so'zga ya bir behuda narsaga men qo'shilmayman. Seriyozdan. Shuning uchun men bu anaqa ishonaman. Yaxshi inson bo'lgani uchun ham ko'p yildan beri akam bo'ladi. Maqsad nima demoqchiman? Tavsiya qilaman, kelasizlar. Qay bir ko'ringizlar o'zingiz, sinangizlar. Yoki bunday shuluk-puluk qo'ysa yoki polni zarov semirib, bitib o'zgarib ketasizlar. Salomatchilikka juda foydali. Salomatchilikka juda foydali. Inshaalloh nima desa sunnat amal bo'ladi. Hijama. Lekin mana kitoblarimiz bor. Kitoblar kimga, qayerga, nima kerak, hamma shuni ichida. Buni davlatiyasi tushirish kerak, maliyat qilish kerak. Hammasi qarab qilamiz inshaalloh. Kitobga qarab turib. Ham Zafarjon, davay, bunaqa tushayga. Yo'q, nima desam bo'ladi? O'ynomada nima bo'lsa, shuni qiladi ekan, so'zga javob deydi. Kelaverasizlar, ko'rasizlar. Shunday. Muzafar aka bir tushib ko'rsating bo'lmasam. Aynen. Bu shuluk-puluk javobsiz maza qaçmaydi. Maza qaçmaydi. Zafer TV, Muzaffar Beksuyunov. Xush keldingiz. Azman boshqiga tushdilaringiz. Sizni hijama qildi, bu kishiga shuluk qo'ydi. Ana qanday ashunlar qanday bo'ldi? Menda nima deydi, o'zgarib juda yaxshi odam, jengil his qilib o'zini jaxtida qiladi menga. Juda ham zo'r ekan hijama. Ya'ni rahmat hijama uchun. Kelingizlar deb yana nima deydi? Tavsiya qilamiz odamlarga. Nima demoqchiman? Assalomu alaykum. Muborak. Lekin ro'za hayitlar bilan hammalaringizni tabrik. Kengizlar yaxshi narsa ekan, maqsad janoringiz omon bo'lsin, tavsiya qilamiz. Yaxshi narsaga, behuda bo'lmagan narsaga biz aralashmaymiz. To'g'risida. Yana bir savolda, misol bizning daklitlar va kunimiz Moskvada o'tadi. Dakliti yo'qlar, tug'ilib qolsa, misol qad Moskva bo'lak-bo'lak joylardan kelinlarni borib ham qilib berasizmi? Telefon. İnşallah 100-150 kilometre atrafında bo'lsa, 10-15 kishi bo'lsalar, telefon qilsa borib turib, shu yoqda hijama qilib inshaalloh avval xudo borib qilib kelamiz inshaalloh. O'zingiz mashinalaringizni borib, o'zim borib hijama qilib ko'rib kelamiz inshaalloh. Mana ko'rdilaringlar, yana sizlarga shuncha janglik dakliti yo'qlar bo'lsa ham murojaat qilib berasizlar. Nima deydi? O'zim borib kelaman deyapti. 150-200 kilometr atrofida bo'lsa ham boraman deydi. Bu maqsad turishda ishga biralik emas. Prosta bu musofirlarimiz uchun yordam, chin qalbdan yordam debdi aziz baba. Maqsad jonlaringiz omon bo'lsin. Yana qo'ldan kelgancha maqsad xizmat qilamiz. Salomatlikka foydasi juda zo'r deb, masalan, odam jeng taqib o'zini his qiladi. Shamollardan prostatit, grija, keyin osteoxondroz, kimdirdir tanasiga jala chiqadi, ekzema degan narsalar bo'lsa, shuni qo'yamiz. Nima hijama qilamiz inshaalloh, harakat qilamiz davolashga. Biz sababchimiz shifo Allohdan. Janoringiz omon bo'lsin. Tavsiya qilamiz. Rahmat kelganlaringiz uchun. Amin.